O'zbekistonlik Amerikaga borib qolsa, odatda qanaqa dam olishini bilasiz. Men bu safar ozgina boshqacharoq yondashishga qaror qildim. Bugun men vaqtimni dengizda delfinlar bilan o'tkazdim. Orlandoda bir kunni Disney World, Universal Studios emas, aynan dengizda o'tkazishga qaror qildim. O'tda quyosh, shamol va qayiqda sayohat xuddi kinolardagiga o'xshardi. Suvga chiqqanimizdan keyin bo'lsa hamma tashvishlarni unutib yubordik. Toza havo, tinchlik, kenglik va birdaniga delfinlar paydo bo'ldi. Ular qayiq atrofida suzib o'ynashardi. Bu haqiqiy mo'jizani o'zi edi, to'g'risi. Osmondagi charaqlab turgan quyosh, atrofdagi faqatgina tabiatning ovozi, shunaqangi sokinlik bor ediki, u bizani ich-ichimizdan tinchlantirardi. Kechqurun bo'lsa, Karavan degan restoranda tanish o'zbeklar bizani mehmon qilishdi. Osh, somsa, lag'mon va yuragim to'ydi, qornim to'ydi. O'zbek restoran bo'lgani uchun ham haqiqiy O'zbekistonning hidi keldi, to'g'risi. Agar sayohatga chiqib, shunga o'xshash dam olishim kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ishda charchab ketgan bo'lsangiz, bitta like bosib keting, necha kishiligimizni bilib olamiz.